birinchi o'rinda men metaga kirib olaman. Auditoriya bo'limini tanlaymiz. Auditoriya bo'limini tanlaganimizdan keyin biz create auditoriya qilamiz. Lookalike deb bosaman va bu yerda create new source, ya'ni qaysi joy undan o'xshashlikni qilib beray deyapti. Bu yerda endi biz fayl kiritamiz. Bu yerda aytayaptiki, CSV yoki textli fayl bo'lsin. Agar bizani auditoriyamiz Excel variantda bo'ladigan bo'lsa, unda biz nima qilamiz? Google ga Excel to CSV fayl deydigan bo'lsak, bizga Excel faylimizda CSV faylga o'zgartirib beradi. Mana bizda NN CSV fayl turibdi. Bu ya'ni mijozlar ro'yxati bizda real. Endi biz bulardan audience label height value deb qo'yaman. Endi bu yerga qarasak, bir foiz o'xshashlik bor, 7 ta o'xshamagan holati bor, lekin buni ham biz sekin topib olamiz. Ya'ni bular nimaga? Bu narsalar qayerdan olinadi? Meta o'zi target yo'qotganda o'sha lead qoldirgan insonlarni qanaqa ma'lumotlarini olay degan narsasi bo'ladi. O'shani tanlab ketganda Meta imkon qadar o'sha ma'lumotlarni to'liq olib chiqadi. 6% o'xshashlikni chiqarib oldik va upload qilamiz. Bizda hozir 100% tayyor bo'ldi. Endi bunga o'xshagan insonlarni biz yig'ib olamiz. Mana bizda mana tayyor, bizning faylimiz tayyor, ya'ni o'sha bizdan sotib olgan mijozlarni auditoriya qilib oldik va bularni belgilab create lookalike tanlayman. Mana shu fayl O'zbekiston bo'yicha qilaman. O'zbekiston bo'yicha 108 mingta, agar 2% deb qilasam 216 mingta o'xshash insonlar degan. Create auditoriya. Mana bu yerda biz haqiqiy real sotib olgan mijozlarimizga o'xshagan insonlarni auditoriya qilib oldik.